Amerikaga viza yutib olgan torimiz. Bu torimiz Amerikaga sotildi. Ozarbayjon tori edi. 60 yillik noyob tor. Mana ko'rinishlariga o'zlaringiz baho berasizlar. Ovozlari ham jarangli pishgan tor edi. Ana torni jarangini eshitib o'zlaringiz bahosini berasizlar. Fikrlaringizni xudo xolasa kommentariyada kutib qolamiz. Bu torimiz Amerikaga ketadi. Chet elga torlarimiz sotilganda o'zlarimiz dokumentlarini ham qilib beramiz. Masalan, aeroportda tamojnidan o'tkazilayotganda bu narsani dokumenti so'raladi. U narsani hech qanaqa xavotiri yo'q, o'zlarimiz dokumentlarini hamma narsasini to'g'rilab beramiz. Hammaga shunaqa yaxshi instrumentlar nasib qilaversin. Sog' salomat bo'linglar.